Qaysi hayvonning barmoq izi insonning barmoq izi bilan bir xil bo'ladi? Mikroskopda tekshirilganda. Agar to'g'ri javob bersangiz, hamkorimiz Qamar Books tomonidan taqdim etilgan kitobga ega bo'lishingiz mumkin. Maymun. Qaysi hayvonning barmoq izi mikroskopda tekshirilganda insonning barmoq izi bilan bir xil bo'ladi? Nechta bo'lishi kerak? Bilmadim. Ayiqnikidir balki. Qaysi hayvonning barmoq izi mikroskopda tekshirilganda insonning barmoq izi bilan bir xil bo'ladi? Anaqami? Kalta yesaymi? Qurbaqami? Qaysi hayvonning barmoq izi mikroskop bilan tekshirilganda insonning barmoq izi bilan bir xil bo'ladi? Mushuk. Qaysi hayvonning barmoq izi mikroskopda tekshirilganda insonning barmoq izi bilan bir xil bo'ladi? Biladigandek gapmanda. Maymun. Qaysi hayvonning barmoq izi mikroskopda tekshirilganda insonning barmoq izi bilan bir xil bo'ladi? Koalalar. Sizga berilgan savolimizga to'g'ri javob berdingiz va mana shu kitobda egasi bo'ldingiz. Tabriklaymiz, rahmat.